Kitobi nima? Qur'on. Qur'on nima? Alaq so'zi. Qur'onning ismi nima? Qur'on. Umar. Qur'onning laqabi nima? Majid. Umar. Qur'onda nechta pora bor? 30 ta. Qur'onda nechta sura bor? 30 ta. Mashallah. Qur'on qaysi tilda yozilgan? Arab tilida. Qur'on qaysi oyda nozil qilingan? Ramazon oyida. Qur'on qaysi kechada nozil qilingan? Qadr kechasida. Qur'on nechinchi yil nozil qilingan? 600 yil. Qur'on necha yil davomida nozil qilingan? Maut. Umar, Qur'ondagi eng katta sura qaysi? Baqara. Qur'ondagi eng kichkina sura qaysi? Kavsar. Kavsar surasini aytib ber. Inna aydana ya kavsar. Fasalli lillahi wal hal. Inna zaniyaki wal abdal. Mashallah. Thank you.